Bu pozitsiyaga Husanov bor, Matesh bor, senga kafolat yo'q. Barchaga assalomu alaykum. Bugungi videomizni boshladik. Manchester City akademiyasi tarbiyalanuvchisi Rico Lewis joriy yozda muhim qaror oldida turibdi. Yosh himoyachi yangi mavsumda muntazam asosiy tarkibda o'ynashni xohlayapti, ammo klubda bunday kafolat yo'q. O'tgan mavsumda o'ng qanot himoyasida jiddiy raqobat bo'ldi. Natijada Lewis raqobatga yutqazdi. Matesh hujumkor o'yini bilan asosiy figuraga aylandi. Husanov esa himoyaviy o'yinlarda ishonchli variant bo'ldi. Keyinchalik u markaziy himoyada ham o'z o'rnini mustahkamladi. Rico Lewis esa zaxirada qolib ketdi. U o'tgan mavsumda barcha musobaqalarda atigi 22 ta o'yinda ishtirok etdi va o'rtacha 50 daqiqa maydonda bo'ldi. Bu esa uning Angliya terma jamoasidagi o'rniga ham ta'sir qildi. U jahon chempionatiga chaqirilmadi. Endilikda esa Everton Rico Lewisni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Ular uni Seamus Coleman o'rniga asosiy nomzod sifatida ko'rmoqda. Manchester City futbolchini kamida 35 million funtga baholanmoqda va transferga qarshi emas. Agar Lewisning o'zi ketishini istasa, klub unga to'sqinlik qilmaydi. Qolaversa, City yangi o'ng qanot himoyachi izlamoqda. Bu esa Rico Lewis uchun raqobatni yanada kuchaytirishi mumkin. Xulosa uchun Lewis uchun bu yoz hal qiluvchi bo'lishi mumkin. U Cityda qolib kurashadimi yoki yangi klubga o'tib yangi imkoniyat tanlaydimi?